Прием поездов на станции при запрещении показаний входного светофора. Endi savollar beradigan приемка поездов при неисправности входного светофора. Ya'ni kirish nosoz bo'ladigan bo'lsa, aniq qizil bo'ladi. Oltita variant bor, lekin sizlar oltita deb aytmanglar. Oltita variant bor. Sizlar quyidagilardan iborat desizlar. Birinchisi дежурный по станции birinchisi пригласительный signal. Ikkinchisi дежурный по станции registrning prikazi переданы по radiosвязь. Uchinchisi radiosвязь orqali berilayotgan DNC registrning prikazi. To'rtinchisi входной svetofor mashtasida joylashgan. Входной svetofor mashtasida joylashgan. Spetsialniy telefon orqali berilayotgan prikaz. Beshinchisi manualniy головка. Входной svetoforda manualniy головка joylashgan bo'lsa, manualniy порядка bilan manualniy головка показательsi bo'yicha manualniy порядка bilan qabul qilish. Oltinchisi siz bilan dejurniy pastanasiya o'rtasida hech qanaqa связь bo'lmasa, письменный сообщение bilan nima qilish, qabul qilish. Tushunarli bo'ldimi? Savol. So'rashi mumkin-da, qaysi bilan bez ostanovka kirsam bo'ladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, boshlik 3 ta bilan bez ostanovka kirsam bo'ladi. Kirishim mumkin. Ya'ni kiraman emas, kirishim mumkin. Tushunarli bo'ldimi? Savol.